Sud zalida hamma qo'lini ko'tarib, "Qora aka bir duo qiling" deyishdi. Ajoyib g'alati bo'ldi endi. Duo qildik, Alloh adolatni qoyim qilsin. Ana undan keyin boshlandi. Direktor ayolni chiqib bo'lgan hodisani qisqacha tushuntirmang dedi. Ayol chiqib tushuntirib berdi. Tushuntirishini aytaymi yo kerak emasmi? Hamma biladi. Direktor ayol chiqib aytdi, "Meni dedi, turmush o'rtog'im avariya bo'lgan edi. Bir marta operatsiya qildirdik. Ikkinchi operatsiyaga pul muammosi bo'ldi. Pul qidirishni boshladi. Pul qidirib dedi, o'sha eskitdan tanishim bo'lgan Abdurahmonovmi nima edi xullas, soliqchiga telefon qildim. Keyin u bilan o'sha hokimiyatni binosining oldida ko'rishdik. U shoshilib turgan ekan. Shoshilib turganligi uchun meni dedi, tezroq ayting dedi. Men endi uyga ketayotgan ekan, mashinasiga o'tirib oldim. To yo'l yo'lakay aytaman deb, eskitdan tanishman dedi Abdurahmonov bilan. Yo'l yo'lakay ketdik dedi. Yo'lda ham ayta olmadim dedi. Pulni. Keyin uyga kelgandan keyin uy ichkarisiga kirdik dedi. Ichkarisiga kirgandan keyin oshxonada o'tirib gaplashib turuvdik dedi. To'satdan ko'chadan tapir-tupir boshlanib qoldi. Keyin Abdurahmonov ko'chada bolalar ko'pda o'ynayapti shekilli deb turuvdi. Keyin kirib kelishib, falonchi nomlari esimda yo'q ana bu xodimlarni. Falonchi dedi kelib qonimga tepdi dedi, 1,5 metr sakrab ketgan aytmadim. Qonimga tepdi dedi. Sochimdan ushlab tortdi dedi. Bu yoqqa deb tepadan kimdir qichqirdi dedi. Ikkinchi qavatga sudrab olib chiqishdi dedi. Olib chiqishib, o'sha yerda keyin meni tepada tepdi dedi shekilli. Tepganda men karaxt bo'lib qoldim. O'sha paytda yechintirib tashlashdi meni dedi. Yechintirib, qimillamay qoldim dedi. Keyin soliqchi ham o'sha yerda edi dedi. Keyin ular qaytaga tushib ketishdi pastga tushib ketishib, yana qaytadan kirishdi. Go'yoki biz shunaqa ishlarni qilayotgandek sahna yaratishdi. Ko'rib turibsiz, videoda hammasi isboti bor, bundan dedi. Endi bir narsani e'tirof qilish kerak. Direktorni ya'ni keskin gapirishligi ko'pchilikka masalan xavotir uyg'otadi. Bunga qarshi gapiraman degan ba'zi masalan advokatlar ba'zi o'rinda tutilib qolyapti. Nimaga keskin gapiryapti? Ayolda keskin suhbat ritorikasi bor. Buni ritorika deydi. Inson o'zini ya'ni haqligini isbotlash uchun jumlalardan to'g'ri foydalana oladi. Haqmi, nohaqmi u muhim emas. Ya'ni ritorika qila oladi, safsata qila oladi. Men bu safsata qilyapti demoqchi emasman. Bu ritorika bu. Keyin nima bo'ldi? Ana undan keyin ichki ishlar kelib majburladi. Sen dedi buni meni zo'rlayapti deb majburlab yozib berasan dedi. Yozmayman dedim. Keyin ichki ishlarga olib borishdi. Erim olib kelishdi. Erim kasal dedi menimcha. Eri ham kelgan ekan o'sha anaqaga. Ichki ishlarga. O'sha joyda soat 5 da kirib bordik, 4 da chiqib ketdim dedi. Ular xohlagan narsani yozib berdim dedi. Asosiy uyushtirgan Akmal ekan dedi. Akmal ajoyib ekan. Nachalnik militsiya oxirida bildim dedi. Xullas mana shu qisqaroq shuni esimga kelgancha gapirdim. Ana undan keyin savol boshlandi. Birinchi turgan advokat boshladi savol berishlikni. Xo'p, sizga pul rosa zarur ekan. Ya'ni xalqimiz ko'p so'rayotgan savollarni beryapti. Chunki ijtimoiy tarmoqda juda rezonans bo'lgan bilasizlar. Pul kerak ekan. Nima uchun hokimiyatda oldida olmadingiz? Nima uchun boshqa joyda emas? Nima uchun aynan hech kim yo'q xonadonga kirib, uyi ichiga kirib, uyi ichida olyapsiz? Nimaga? Desa men unga javob berdim. Vaqti yo'q ekan, shoshilib turgan ekan. O'shaning uchun keldik. Men endi oldindan tanishman, shu keldim, uy ichiga kirib oldim. Ha, bo'pti dedi. Ikkinchi savol. Savollarning tartibi o'zgarishi mumkin, lekin sizga bo'lgan narsani aytib beraman. Ko'zim ko'rganini. Ikkinchi savol. Xo'p. Sizlar anaqaga kirganinglarda, uyga kirganinglarda uyni eshigini qulflaganmisizlar, yo'qmi? dedi. Qulflaganmisizlar, yo'qmi? Uni bilmayman dedi. Bo'pti, keyingi savol. Endi ana xunuk savollar ham berdi. O'rtada biroz tension yuksaldi deydi turklarda. Davleni oshdi. Bu
advokat savol beryapti. Direktor bir ikki anaqa ham qilib tashladi. Siz xotinga o'xshab chaylanavermang. Anaqa qildi. Keyin direktor advokat aytdiki, men sizni shaxsiyatingizga o'tganim yo'q dedi. Desa, to'satdan orqadan bir kishi hali shaxsiyatga ham o'tasizmi deb baqirib qoldi. Da qarasam bir yoshi 60'larda bir amaki. Ko'zimga siq ko'rindi, keyin bilsam xalq dardi degan bir anaqa bor. Adham nima deb degan odam u. Ha dedim, ko'zimga siq ko'rinayotdi bu ekan deb. Shart o'rnidan turib minbarga chiqib olib sudiga qarab turib, men xalq dardidanman deb qasa bo'ladimi? Sud ketyapti, sud jarayonlarida amakini qilig'ini qarang. Sudi ham hayron. Kimsiz siz deyapti. Men xalq dardidanman debdi. Yo'q, familiyangiz nima deyapti. Keyin u yoqdan bu yoqdan odamni chiqarib oling buni sudga, undan bundan. Eng kritik nuqta hop birinchi etajdan sizni urib, sudrab tepaga sochingizdan tortib olib chiqqanligiga dalilingiz bormi dedi, bor dedi. Ekspertizada bormi dedi, ekspertiza soxta bo'lgan dedi. Hop sizni sochingizni tortganda sochdan yulinadi. Undan keyin o'tda joy tekshirilgan. Soch tolalarida shunaqa, boshingizda shunaqa holat uchradimi? Ekspertiza soxtalangan dedi. Xullas, dalilingiz bormi dedi. Bor dedi, lekin dalil yo'q. Undan keyin video bor dedingiz. Uni ikkinchi advokat so'radimi, esimda yo'q xullas. Video bor degansiz 19 minutlik qanchaya? Men 19 minutlik video bor demaganman dedi. Yo shuni sizni urib yechintirganlari to'g'risida video bor degansiz. O'sha videoni sudga taqdim qilaman degansiz. Qilasizmi dedi. Deganda sudning oxirida qilamiz dedi. Demak bor ekan. Ularning hali ham da'vosi bo'yicha 19 minutmi, 9 minutmi video bor ekan. Buni sudda oxirida taqdim qilamiz dedi. Direktor shaxsan aytdi buni. Kutib qolamiz, endi o'sha video taqdim qilinsa, biz ham shuni tarafdorimiz. Agar yana qaytib aytamiz, direktorni urib, yechintirib, o'sha joyda shunaqangi sahna yaratilgan bo'lsa, eng og'ir jazo, ya'ni shu ish uchun berilgan eng og'ir jazoni berish tarafdorimiz. Yana qaytib aytyapmiz shu gap. Lekin bu gap bo'lmasa, buni tuhmat sifatida menimcha malakalash kerak. Xalqning dardidan, hissiyotidan foydalanib bu ishlarni qilganlarga bundan keyin bunaqa qilish yaxshilik bo'lmasligini, xalqning hissiyoti, dardi sotiladigan narsa emasligi, xalq sirkka olib chiqib o'ynatadigan maymun emasligini bir bildirib qo'yish kerak shunaqa odamlarga. Endi eng kritik savollardan bittasi, hop deyapti, sizni majburan yechintirishgan bo'lsa, endi uzr-ku dedi, qo'pol bo'lsa ham aytaman dedi. O'sha dedi, o'sha narsani o'sha narsaga kiydirib qo'ygan kim unda dedi. Desa, direktor javob berdiki, meni a'zoyimda bo'lganda men javob berardim dedi. Boshqani a'zosida u javob bersin dedi. Yo'q, o'sha shunaqa narsani ham kiyintirishganmi, sahnalashtirilganmi dedi. Desa, endi bilmayman, yechintirib yotqizganda salfetka ilinib qolgan bo'lishi mumkin dedi. Shunaqa dedi. Sud qisqaroq shundan iborat. Endi buni xohlagan joydan kesib, bemalol tarqataverasizlar. Tashqariga chiqdik. Endi xalq Alloh rozi bo'lsin, ko'pchilik bizni hurmat qiladi. Ko'pchilik rasmga tushib, anaqa qildi. Haligi xalq dardi profili o chekkada turibdi. Hech kim so'rashmayapti bechara bilan. Men kutdim endi ularni. Kelarmikin dedim. Men endi yugurib borib olsam, g'alati ko'rinadi, atrofimda odam ko'p, hamma tashab burchakda hech kim borib so'rashmayotgan odam bilan gaplasha olmayman-ku, g'alati bo'ladi-yu. Kutdim, ular kelmadi. Yuzma-yuz to'g'ri kelib so'rashmadi ham. Men so'rashlarga muhtoj emasman. O'sha Otabek Jo'rayev bilan ham, Otabek Jo'rayev keyin chiqib domla keldi, survordi debdi. Biz survormaymiz biz. Yuzma-yuz gaplashamiz har doim. Keyin tanaffus bo'lgandan keyin biz safarimiz bor edi. Mashinaga o'tirdik, ketdik. 3 ta nuqta davomi bor.